Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta zo'r variantimiz chiqib qolgan. O'zingizlar taxminiylar aytib ko'ringlarchi, 4 xonali domla 103 kvadrat metrdan iborat bo'lgan Sputnik 16 da, ya'ni Yangi Hayot tumani 5-bekat metrosi yaqin. Bunda yonimizda Karzika, Havas, maktab, bog'cha hammasi yon atrofida joylashgan xonadonimizni narxi qancha berar deylar. Biz esa obzorni davom ettiramiz va oxirida narxini обязательно aytib ketamiz. Xonadonga kirib kelaveramiz. Bu spes proyektlardan bittasi hisoblanadi. Xonadon bez remont bo'lsa ham bir ikkita pichoqga ilinadigan narsalari bor ekan. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 103 kvadrat metr tashkil qiladi. Bu proyektda menga yoqadigan taraflari ancha-muncha o'zgartirish kiritib, mana shu 4 xonadan ham kerak bo'lsa 6 xona sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Men sizga bitta buni tushuntirib beraman hozir. Endi qaranglar, boshlaymiz. Bu yog'imizda o'zi yo zal, yo spalni qilib ishlatsangiz bo'ladi. 315 ga 520 standartdagi xona. Kengisi ham xuddi shunaqa yana bitta xonasi bor. Qaysi birini zal qilishingiz, u o'zingizga niyatingizga qarab, o'zingizning xohishingizga qarab ekan. Mana bu yog'imiz o'zi aslida ko'pchilik bu tarafini zal qilishadi. Bu yog' ham xuddi shu razmerda 315 ga 520. Keyin buni xursand qiladigan tarafi bu xonadonni yana ipoteka xizmatlaridan ham foydalanib sotib olishingiz mumkin. Agarda sizga ipotekadan qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, pasportni o'ziga ham biz o'zimiz yordam beramiz. Kreditga uy olishni. Endi bu yog'imizga kelganimizda bu detskiy xonasi bo'lyapti. Asosan buni farzandligi mo'ljallashadi bu xonani. Keyingi xonamiz esa spalni xonasi bo'lyapti. Lekin xonadon bo'sh tursa, qanaqadir kichkinadek tuyuladi, lekin har bitta domda hammasida ham bir xilda standartdagi razmerda bo'ladi. Mana spalnilari, detskiylari 3 ga 4 pashti, 3,5 ga 3,5 bo'ladi o'rtacha. Mana Mahmud saunzeli bo'lyapti. Bu xonadonda faqatgina bitta joyi bor ekan. Mana shu saunzeli tozaroq ekan. Endi bu yoqqa o'tiramiz. Boya aytib o'tganimdek, buni перепланировка qilsangiz bo'ladi, ya'ni qanaqa qilib. Mana bu devorni olib tashlangiz bo'ladi. Bu yoqda saunzel, to'liq. Bu nisushi devor emas. Ko'pchilik buni buzdiradi-da, kiruvchingizda kattakon qo'l sifatida foydalanishadi. Video ham boshqacha bo'ladi o'sha uyga. Endi bu yoqqa o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu o'zi aslida zavodskoy oshxona. Mana shu xonadan ham qanaqangi foydalanishyapti. Bu yoqqa o'tiradigan joy qilib qo'yishadi. Mana ko'rayotganimizdek oshxonani bu yoqqa chiqarishgan. Keyingi joyiga o'tamiz. 2-6 metrlik balkonimiz bo'lyapti. Tapchalla qilib oilaviy bemalol vaqtingizni o'tkazadigan joy. Lekin men bilmadim xonadonga kirib kelishim bilan mashinasiga men o'zim ham hayronman. Nimaga qo'yib qo'yishgan? Kommentariyada o'zingizlar fikringlarni qoldiringlar. Nimaga qo'yib qo'yishganini kimdir bilgan bo'lsa. Xullas, umumiy maydoni 103 kvadrat metr tashkil qiluvchi bez remont 7-qavatda joylashgan Sputnik 16 dagi xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa 68.900 so'rashyapti. Yana joyida kelishiladigan joylari bor. Yana qo'shimchasiga ipoteka xizmatlaridan ham foydalanib sotib olishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Kanalimizga like bosib, tanish bilishingizga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin.